Assalomu alaykum umaqbollar. G'araybatlar dunyorimizga xush kelibsizlar. Tunugin biz Adil Imintag'imizning Baxt Arilini izlash nomli cho'chkini anglab etib, yo'lvosning qo'rqib turgan bir jup bolasini purab ham yolab, ularni xotirjam qilmoqchi bo'lgan yeriga kelganda vaqtimiz to'shib qolgan-ya. Undaqda butun hayoti badaliga bolalarini qo'g'dab qolmoqchi bo'lgan bu ona yo'lvos bo'rilarni yengalamu? Toshqanjaqchi. U qochib ketami yoki yo'lvosga yordam berami? Qani umaqlar, cho'chkimizning davomini boshlab ketaylik. Ana, necha o'nlagan bo'ri har tarafdan yo'lvosga etildi. Yo'lvos bo'lsa birlarini tishlab, birlarini kuchlik oldi putlari bilan urib yaralantirmoqda edi. Shu topda uning kuch va g'ayratiga hech nima to'g'ri kelmaydi. Dastlabki hujumda zarba yegan bo'rilar keyniga yenishdi. Biroq yanada yiroq ketmay yo'lvosga 15-20 chamdamni yeridan hurpiyib, xiris qilib turishadi. Yo'lvos bo'lsa, dushmanlarim endi qo'yoqdan kelarkan degandek hushyorlik bilan ularni kuzatgach, bir o'rinda to'xtamay cho'rgilaydi. Shu topda uning son jihatda ko'p va kuchli dushmanlardan qochib qutulish xayoli yo'qdek qiladi. Shu chaq yo'lvos cho'rgilab yurgan joydagi quyuq cho'plar orasidan bir jup yo'lvos bolasining umaqqina beshi ko'rindi. Ular qo'rqinch ichida ko'zlarini mo'ldirlatib, har tarafga qarashadi. Bo'shqini g'ingshib qo'yishadi. Yo'lvos ularni tinchlantirmoqchi bo'lgandek to'xtab, ularni purab yalab qo'ydi. Aslida u bir on yo'lvoskanda, shunga qochishni xayoliga keltirmay, yurak porlarini qo'g'dash uchun xatarga tavakkul qilib etibdi. Shu chaq bo'rilar yana har tarafdan g'oljirlik bilan yo'lvosga etildi. Yo'lvos kuchiklari darhol o't cho'plar orasiga cho'kdi. Yo'lvos ulardan yiroqlashmay, g'oljirlashgan bo'rilar bilan jon tikib elishdi. Bo'rilardan 4-5 uning zarbasida yer tishladi. O'zimi necha yeridan zaxmlanib, qip-qizil qonga bo'yaldi. Hol sirdi. Bo'rilar keyniga yenib, bir mahal uni ko'zitib turishdi. Ondan yana shiddat bilan hujum qilishdi. Yo'lvosmi oxir kuchini yig'ib elishdi. Biroq endi uning harakati ilgarigidek chaqqon emas. Zarbasi mu ilgarigidek kuchli emas edi. Bo'rilar bo'lsa har tarafdan qopsab kelib uni tolmoqda, tishlamoqda edi. Yo'l qor siziqlar bilan to'lgan sap-seriq terisini necha yerdan tutma qilib, oliqondek go'shtlarni yurib olmoqda edi. Oxir yo'lvos zaiflashib kuch elisholmadi-da, ansiz g'ingshiyotgan kuchlar ustiga o'zini tashlab, ularni o'z teni bilan muhofazat qilmoqchi bo'ldi. Bo'rilar bo'lsa tig'imi g'oljirlik bilan uning ustiga tashlandi. Yo'lvosning echinishlik hurkirishi o'rmonni larzaga soldi. Bichora, endi o'zimi jon tikib qo'g'dayotgan bolalarmi va shu bo'rilarga yem bo'ldigan bo'ldi-da. Shu chaqda oq toshqon o'zini sezmagan holda kamardan chiqib, perxon sovg'a qilgan kaltakni qo'lga oldi. Umi bir yirtqich, biz toshqonlarning ashaddiy dushmani. Biroq uning bechora holini, dunyoga ko'z ochqaniga uzoq bo'lmagan bolalari duch kelayotgan fojiani ko'rib turib, jimiyat o'sam qandoq bo'lg'ini. U shunday o'ylab etib, bir dilda kichikkina jismida hech qachon bo'p boqmagan yangi bir kuch-quvvat, g'ayrat, jasoratni his qildi. U kaltakni chin siqimlab, ishkilanmasdan necha taxlabla jon tolishayotgan yo'lvos ustiga o'lishib tolayotgan bo'rilarga tashlandi. Uning qo'lidagi ini 3 g'ayratchi kaltak po'lat go'rzidek har urilishidan bir bo'rini tikmollab otqizdi. Kutmagan zarbiga duch kelgan bo'rilar sal tengqashdi. Ondan hujum qilg'uchining bir toshqan ekanligini ko'rib, sog' yeri qolmagan yo'lvosni tashlab, uningga etildi. Bir-biridan qizg'inib, har biri uni o'zini o'lchi qilishga oldirashdi. Biroq oq toshqon ularning xiyoliga kirmagan yerdan chiqib, kaltiki bilan ajallik zarba berdi. Uni hop qilib yutmoqchi bo'lgan bo'rilar uzoq o'tmayla jang maydoniga necha 10 hamroyining o'likini tashlab, qo'yriqini xoda qilishdi. Yiroq-yiroqlarga qaytishdi. Oq toshqonning bo'lsa bir tal mo'yig'imi zaxmi yetmadi. Xudoga shukri, bu bo'rilardan o't qisosimni elib, toshqonlar jamiyatidan tunji bo'lib bo'rilar bilan jang qilgan va ularni mag'lub qilgan qahramon bo'lib qoldim.
Yana texi bechora yo'lbosni ham uning bolalarini asrab qoldim. Biroq bu yo'lbos bilan uning bolalari keyin vafoga jafo qilib, qarindoshlarimga bira ofat keltirib qolammi? Shu chaqda yo'lbos boshqani hurkirab qo'ydi. Biroq uning hurkirishi endi tahdid tuyg'usi paydo qilmaydi. Balki minnatdorligini bildirishga amalsiz qilayotganini ifodalamoqchi bo'lgandek edi. Ondan u mehr bilan bolalarini yalab qo'ydi. Bolalardan biri uni oshko'zlik bilan emiyotdi. Yana biri bo'lsa, uning jarohatini yalayotdi. Topdim. U jondagi eng qimmatli narsani topdim. Biroq uni qanday qilib Perxonga yetkazaman? U atrofga nazar tashladi. Yaqindala kimlardir tashlab ketgan bir tal xristal qacha quyosh nurida volildab chaqnab turardi. Oq to'shqon yugurib berib uni ep keldi. Andin yo'lbosga murojaat qildi. "Menga sutingdan ozroq bersang, uni Perxonga jondagi eng qimmatli narsa sifatida sovg'a qilmoqchidim. Bo'lamdi?" Yo'lbos ma'qullik bildirayotgandek beshini langshitdi. Andin emiyotgan bolasini to'xtatib qo'yib, "O'zim kelib sig'ib ol" degandek ishorat qildi. Oq to'shqon yurakli holda yo'lbosning yeniga bordi-da, xristal qachiga 4-5 tomchidek sut sig'ib oldi. Andin u yo'lbos bilan xo'shlashib, Perxonning makoni tarafga ravon bo'ldi. Umaqalla, endi hammamiz birlikda Rezinka bolaning sarguzashtlarini anglab baqaylik, ha? Rezinka bola qo'yindi uchib, bag'ancha bosh oyog'iga ko'z yetkusiz bir yo'lga tashlandi. Yo'l cheksiz ketgan cho'l jazira bag'ridan yiroq-yiroqlarga so'zilib yotadi. Yo'l go'yo bir ufq tashilikidan boshlanib, yana bir ufq tashilikiga tutishadiganidek ko'rinadi. Bu yo'lda mo'g'uchilar bir umr yo'l yuribmi manzilga yetolmamdi nima? Jondagi eng qimmatli narsani qayerda topaman? Jondagi eng qimmatli narsa nimadi? Oltinmidi yo guharmidi? Yoki uningdimi qimmatli narsa bormidi yo? Rezinka bola bir hazat yengirqab turib ketgandan keyin oxiri tavakkul yo'rg'isiga minib yurib ketdi. Nega berish, nega to'xtashni bilmaydi. Lekin u shundaqdimi meniyadi. Quyosh otash tabdi bilan uni qizdirmoqchi bo'ladi. Yo'l uzoqligi bilan uni harg'uzmoqchi bo'ladi. Biroq u kuchli oftobning qizdirishlaridan holsirab qolmadi. Yo'l azobidan charchab qolmadi. Balki to'xtamay oldiga qarab meniyadi. Shunda ketib etib u bir farfur ko'mzakni yo'liqtirdi. Ko'mzakning og'zi yem etilgan bo'lib, ichida nima borligini bilib bo'lmaydi. Buni kim tushirib qo'ygandi? Ichida nima bordi? Bu narsa bekordan-bekorga bu yerda turib qolmaydi. Bu cho'qim, biroq ko'mzak atrofidan biror insonning oyoq izini topqilib bo'lmaydi. Go'yo bu ko'mzak osmondan to'kkiga tushib qolgandek edi. Rezinka bola bir hazat yengirqagandan keyin oxiri ko'mzakning og'zini ochdi. Vaa! Ichida sopli oltin tangi bor ekan-ku. Rezinka bolaning bu tangilarni sanab boqisi keldi-da, ko'mzakni qo'liga elib dumko'mtirdi. Uningdan sharaqlab oltin tangilar to'kilishga boshladi. 1 tol, 2 tol, 3 tol, 4 tol, 5 tol, 6 tol, 10 tol, 11 tol. Oxiri Rezinka bola sanabni ulgurolmadi. Tezli yo'l ustida bir oltin tangi dövisi hosil bo'ldi. Biroq kichikgina ko'mzakdan tangilarning to'kilishi zodili to'xtamadi. Rezinka bola ko'mzakning og'zini yuqoriga qaratib, ichiga qaradi. Ichida yanala tangilar liqqida turardi. Biror tal kamlab qolgandek emas edi. Buningda nima sir hikmat bordi? Ajab dumko'mtirsili oltin tangilar to'xtamay to'kilaverdigina. U ko'mzakning og'zini etib, hamma tarafiga o'rib-cho'rib qaradi. Lekin sir hikmatini bilolmadi. Bo'ldi-la. Uning nima sir hikmati borligini bilishimning nima hojati? Eng muhimi men bir oltin koniga, tugimas xazinaga ega bo'ptiman. Jahonda balkim buningdan qimmatli narsa bo'lmas. Endi uni Perxonga sovg'at qilay. U cho'qim rozi bo'ldi. Biroq Perxonning makoniga qaysi tarafga mansam yetib borgandim-a? U o'ng tarafiga qaradi. Shu tarafdan bu yoqqa mang degan ovoz anglandi. Endi bir qadam ilishi so'l tarafidan bu yoqqa mang degan ovoz anglandi. Rezinka bola minishdan to'xtadi. Zodi qaysi tarafga minishni bilmay bir oz tengirqab qoldi.
Oxiri yana ilgari mangan tarafga ketaverishni qaror qildi. Ko'mzakni qo'ltiqlab yo'lini davom qildi. Qanchalik mang'ini noma'lum, bir chaqla uduldan abda anglizi qo'rqinchli bir qaroqchi chiqib qoldi. Uning qo'lida jonga vahima solg'uch o'tkir tig' volildab turadi. Uni ko'rib Rezinki bolaning vujudi bo'shib ketdi. Bo'yniga esilgan qizil yoqut yurak pulanshib ketdi. "Hey, bola, to'xta! Et ketayotganing nima u?" Rezinki bola umrida tunji qitim qo'rqinch his qildi. Tili tutilib qolgandek bo'lib so'zga kelmadi. Qaroqchi bo'lsa ikki taqlab kepla ko'mzakni tortib oldi-da, og'zini ochib qaradi. Lekin oltin tangalarni ko'yganda yerganish bilan ko'mzakni tashlab etdi. "Buning menga nima keragi? Menga keragi. Suv! Hey, nima ishqa suv ekanmiding? Et, qayerda suv bor? Agar aytib o'pasan, seni tirik qoldirman. Bo'lmasa seni bo'g'izlab, qiynalib ichaman. Biroq men Rezinki qo'nchoq tursam, meni bo'g'izlasangiz qon chiqmaydi. Bu xislatli ko'mzakni sizga berib etay. Meni omon qo'ying bo'lamdi." "Hamoqat. Bu cho'lda menga oltin tangining nima keragi? Uni yo suv o'rnida ishkili bo'lmasa. Aytar, qayerda suv bor? Menga keragi suv. Agar suv borligini aytib bersang, seni omon qoldirman. Yana texi o'zimning xazinam ko'milgan yanimni aytib berman. U yerda necha yuz, necha ming ko'mzak oltinga erishsan. Tez ayt, qayerda suv bor? Aytmasang, hozirla qorningni yerib aytaman. Shu topda ussizlikdan o'layli dedim." Rezinki bolaning bo'ynidagi qizil yoqut bulabga teg'imi qattiq pulanshib ketdi. U endi umrida tunji qitim yolg'on so'zladi. "Mush yo'lni bo'ylab mangsangiz bir buloq bor. Biroq qanchalik mingishingizni bilmayman." "Bo'ldila, deganingdek bo'lsa bo'ldi. Men omon yetib borman." Shundoq davitib u ushqandek yugurib ketdi. Rezinki bola darhol ko'mzakni ko'tarib yo'liga mangdi. Yana qanchalik mang'ini noma'lum, bir chaqlarda yo'l bo'yida turgan yana bir farfor ko'mzakka ko'z tushdi. Uningda nima bor? Umaqla, o'ylab yiqingla. Uning ichida nima bor? Rezinki bola qiziqish ichida qo'lidagi ko'mzakni yerga qo'yib, yerdagi ko'mzakni qo'liga oldi. Og'zini ochib qaradi. Ko'mzak ichidan chaqnagan rangarang nur jilisidan ko'zlari qamashdi. Ko'mzakning ichida xilma-xil go'har toshlar, yaqut, zumrad, marvarit, qahva, berliyat degandeklar julalab nurlanib turadi. "Vo, oltindanmi qimmatbaho go'har toshlarga erishibdiman-ku. Qani qanchalik borkin ko'rib qo'ychu." U shundoq deytib ko'mzakni dumko'mtirdi. Ko'mzakdan sharildab go'har toshlar to'kilishga boshladi. Ularni sanabmi ulgurmaydi. Bu go'har toshlar ko'mzak ichida turganida purchoqdek, mashdek cho'nliqda bo'lsa-mu, yerga tushganida tuxumdek, olmadek, hatto tovuzdek cho'mib tushdi. Tezda bir dova hosil bo'ldi. Bu dova Rezinki bolani ko'mib tashladi. Rangarang nurlanib cho'l bag'rida o'zgacha bir manzara hosil qildi. Rezinki bola zo'r qilib yurib, go'har dovasidan go'har ko'mzakini quchoqlab sug'urilib chiqdi-da, ko'mzak ichiga qaradi. Ko'mzakdagi go'har toshlardan birortami kemib qolgandek emas edi. "Vo, bu bir go'har xazinasi, go'har koni-ku. Balkim Perxonga buningdan qimmatli sovg'at epilmas." Shundan keyin u go'har ko'mzakini ko'tarib yo'lni davom qildi. Oltin tangi ko'mzagi bo'lsa shu yerga tashlanib qoldi. Chunki Rezinki bolaning bu ko'mzaklarning har ikkisini ko'tarib ketgudek kuchmog'diri yo'q edi. Yana qanchalik mang'ini noma'lum, bir chaqlarda Rezinki bola oran dastlab qadamda bir santurlib ketayotgan juldur kiyimlik bir tilamchiga yo'liqdi. "Sadiqa bering. Alloh taolo qilgan sadiqangiz uchun sizni murodingizga yetkazgay." Rezinki bolaning ko'ksida pulanshib turgan qizil yaqut yurakdan chiqqan bir so'g'uq iqim vujudiga taraldi. Ichi echishgandek bo'ldi. U darhol go'har ko'mzakning og'zini ochib tövanga qaratdi. Shu hamon yerga sharildab go'har toshlar to'kildi. Tezla bir dova hosil qildi. "Eling bova, buning hammasini sizga beray. Boy bo'lasiz,
muhtojlikdan qutulasiz. Tilamchi quruq qaqshal qo'llarini so'zib, tuxumdek bir tal marvoyitni elib tishlab baqdi. Biroq tishi o'tmadi-da, ochiq bilan tashlab etib. Buning o'rnida bir burdi bo'lsin ondan bo'schu. Bir nima yemagili 3 kun bo'ldi. Bu nimalarni yo yegili bo'lmasa, menga nima kerak? Yaxshi ko'nglingga rahmat. Sendimi bulardan boshqa bir narsa bo'lmasa kerak. Shuningdan keyin u daldan shiginichi yo'liga mangdi. Go'har do'si kaynada qoldi. Toshqanchaqning yirtqichlarga taqabul turadigan asisining qatis karomati bor ekan-a?